O'zgidromet ertangi ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Harorat darajasi: kechasi 1 darajada sovuq, 1 darajada iliq, kunduzi 6-8 darajada iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 1-6 darajada sovuq, kunduzi 2-7 darajada iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 darajada sovuq, -2 darajada iliq, kunduzi 7-12 darajada iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 darajada sovuq, -2 darajada iliq, ba'zi joylarda 5-7 darajagacha sovuq, kunduzi 5-10 darajagacha iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 darajada sovuq, -3 darajada iliq, kunduzi 7-12 darajada iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Harorat kechasi 2 darajada sovuq, -3 darajada iliq, kunduzi 3-8 darajada iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-13 darajada sovuq, kunduzi 0-5 darajada sovuq bo'ladi, deyiladi xabarda.